bo'lakli tikanak o'simlik hisoblanadi. Buni biza filtr paket va 30 grammli ko'rinishda ishlab chiqaramiz. Bu ishlatilinishi asosan allergiya bilan aziyat chekuvchilarga yaxshi foyda beradi. Buni asosan chaqaloqlarga vanna ko'rinishida ishlatiladi. Har xil toshmalar toshganda, allergik kasalliklar bilan qiynalgan bemorlarda qo'llaniladi. Buni quritib o'sha 2 grammdan filtr paketchalar qadoqlab qayta ishlaymiz. Bu o'simligimizni yer ustki qismi ishlatiladi. Bu degani shu polniy tanasi, barigi, gullari bilan qo'shib ishlatilaveradi. Bu o'simligimiz allergiya bilan aziyat chekuvchi bemorlarga juda foyda beradi.